Assalamu alaikum hürmetli televizyon kögüçüler. Uygur televizyosunun gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alınız. Köreş Güsen təvəllüdünün 60 yıllıqını hatırlaş faaliyeti. Şarkı Türkistan'da kevezlik tarqalğan virusның təhdid payda qılıbatqanlığı ilgiri sürüldü. Dünya Bankası Şarkı Türkistan'daki atalmış tərbiyələş programısıga qarız bəgəllikini aqladı. Xitay İran bilan 2016 yıl imzalagan strategik planını əməlge aşırışına qarar qıldı. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunları bolsun. Köreş Güsen to'g'ilganligining 60 yilligini xotirlash faoliyati 6 sentabr juma kuni Fatih Sultan Mehmet Universiteti Topkabi maktab qo'rg'osining madaniyat zalida o'tkazildi. Faoliyatni Uyg'ur Akademiyasi va Dunyo Uyg'ur Yozuvchilar uyushmasi birlikda o'rlashtirgan bo'lib, faoliyatga Olim Erkin Sidiq, jurnalist Abdulil Turan, Mamtimin Ayla, Quygun Abduveli, doktor Abdushukur Abdurashid, doktor Maya Mutallipova, Asad Sulayman, doktor Hacı Qutlug va boshqa ko'plagan olim doktor professorlar qatnashgan bo'lib, Köreş Efendining hayotidagi ish izlari, qiyinchiliklari so'zlangan bo'lsa, she'rlari o'qilib ruhlarimizni yana bir qatim ulg'aytdi. Doktor Asad Sulayman so'zida Köreş Güsen vafot bo'lgan vaqtida qalbida vatan kuchi oxirlashmadi. Köreş Güsen Shimoliy Yevropadagi qora tuproqqa ko'mildi. Ammo Köreş Güsenning qalbiga o'zining vatani ko'mildi. Köreş Güsenning hayoti muhojiratdagi Uyg'urlarning hayoti ichida Köreş bilan to'lgan bir hayot. Xuddi u o'zining naqsida aytgandek, Köreş o'lmaydi ham o'lmadi degan jumlalarni qo'llandi. Şarkı Türkistan'da kevezlik virus tarqalib, vaqtichilik egiligiga jiddiy tahdid paydo qilmoqda ekan. Tunjun to'rining xabar qilishicha, Shixanzi Yezigilik universitetidagi mutaxassislar paxta virusining navbatda keng ko'lamli tarqalmagan bo'lsa-mu, uning tahdid paydo qilganligi va kishilarni bearam qilayotganligini bildirib, atalmish Xinjiangning Xitoyning asosli paxta ishlab chiqarish bazasi bo'lib, Xitoyda ishlab chiqarilgan paxtaning 84%ni egallagan bo'lib, aloqazodalik ichida chora tadbirga ehtiyojli bo'layotganligini, agar bu virusning darhol oldi olinmasa, paxtachilik egiligiga 50 milliard yuandan ortiq ziyon soldiganligini bildirgan. Xitoyning lagerlardagi Uyg'urlarning paxtazorlik va to'qimchilik korxonalarida majburiy emgak silish orqali uning xalqaro paxta to'qimchilik ta'minot zanjirini zaharlaganligi, Xitoydan paxta to'qimchilik mahsulotlarini import qilishning to'xtashining vaqti kelganligini bildirgan. G'olliq o'simliklar virus turi Bigomo virus turiga mansub bo'lgan bu virus kevaz yubormiqining qurib ketishi, g'olning o'sishi va g'ozikining yiriklab ketishini keltirib chiqaradigan bo'lib, mahsulot miqdoriga og'ir ziyon soladi ekan. Xitoy mutaxassislarining bu virusga qarshi unumli dori ishlab chiqarganligi, lekin ba'zi mutaxassislar agar bu dori bak ko'p ishlatilsa, virusning immunit kuchini oshirib o'tishining mumkinligidan andish qilayotganligini ta'kidlagan. Dünya Bankası 2015-yili Uyg'ur Abnum rayonidagi 5 oliy maktabning atalmish kasbiy tarbiyalash programmasiga 50 million dollar qarz pul berganligini aqladi. Dünya Bankasıning mazkur programmaga qarz pul berganligi bu yil 5-oylarda oshkorlanib, kishilik huquq faoliyatchilarining, Amerika Davlat Majlisi a'zolarining diqqatini qo'zg'agan. Amerika Avom va Kengash palatasining a'zosi 13-avgust kuni Dünya Bankasıning rahbari David Malbask'a maktub yozib, Dünya Bankasıning rayondagi lagerlar bilan kasbiy maktablarning farqini tekshirmaganligini so'raganda, Dünya Bankasıning bayonotchisi Davis Dais bu programmaning Uyg'ur rayonidagi 5 kasbiy maktabni qo'llash orqali mazkur rayonning kasbiy ma'rif sistemasining sifatini yuqori ko'tarishni maqsad qilganligini, maktabning darsligi va baholash metodini yangilash, dars o'tish va boshqarishni sarxillashtirish, maktab asarlarini yaxshilash qatorliq turlarni o'z ichiga oladiganligini, 48 ming nafar o'quvchiga manfaat yetkazadiganligini bildirgan. Dünya Bankasıning qarz puli Sanjidagi Xinjiang Yezigilik kasbiy texnik instituti, Xinjiang San'at instituti, Xinjiang Yenik san'at kasbiy texnik instituti, Xotandagi Uyg'ur tibobatchilik oliy texnikumi va Urumchi kasbiy universiteti qatorliq 5 maktabga berilgan ekan. Dünya Bankası bayonotida yana bu programmaning rayondagi Dünya Bankasıning qarz puli 2015-yili berilishiga boshlagan bo'lsa-mu, lekin uning kasbiy tarbiyalash programmasi degan nomda berilishi shundaqla hozir qadar davomlashayotganligi kishilik huquq tashkilotlarining diqqatini qo'zg'amoqda. İran Tashqi ishlar ministri Javad Zarif 26-avgust kuni Beijing ziyoratida 2016-yilda imzolangan atalmish strategik ishbirlikni amalga oshirishni e'lon qilgan bo'lib, Xitoy hukumatı Amerika embargolarining besimida qolgan Ironga 25 yillik planlangan 400 milliard dollar mablag' soladiganligi. Bu mablag'ning 280 milliard dollarini energiya sohasiga, qolgan 120 milliard dollarini bo'lsa qazilma boyliqlarga ishlatadi ekan. Bu raqam planlarga qarab yana ko'payishi mumkin ekan. Kelishimda Ironga mablag' selish planini to'xtatish va yoki tamomlagan neft va tabiiy gaz planlarida so'z haqqi Xitoy hukumatida bo'ladi ekan. Shundaqla bu planda qo'llaniladigan ishlamchilar, texnika va boshqa ishlarda Xitoy shirkatlari oldi bilan qatnash salohiyatiga ega ekan. İki davlat o'rtasidagi kelishimning muhim qismlaridan biri bo'lsa, Xitoy mablag' solgan rayonning bexatarligini saqlash to'g'risida bo'lib, Xitoy mablag'ining bexatarligini qo'g'dash uchun 5000 nafar Xitoy bexatarlik qismi tomonidan qo'g'dilinib, Paris qo'ltig'ini o'z ichiga olgan Erondan Xitoyga mangan neft, tabiiy gaz va neft bilan ta'minlash uskunalarining bexatarligini saqlaydi ekan. Bexatarlik saqlovchi va jabduqlari Xitoy hukumati tomonidan o'rnashtirildi deyilgan ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat.
Görüşküçe aman bulunlar. Hayır hoş. Allah'a emanet.